1993-yil olimlarning xatosi tufayli butun dunyo maxluqlar bilan butunlay o'rab olindi. Hammanglarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha Dicker Minecraft va bugun biz har doimgidek o'z uyimizda o'tiribmiz. Mana hop, narsalarimizni olib olamiz. Kerakli narsalarimizni. Xo'sh. Va tashqariga chiqib ko'raylikchi nimalar bo'layotdi ekan. Salom bolalar, xo'sh. Bugun nima qilamiz? Ish bormikan bironta? Akmal akanikiga kirib ko'ramiz. Agar Akmal aka bo'lsa, ish so'ramiz. Yo'q ekanlar, hammayli. Tohir aka nima qilyapsiz? Ishing bo'lmasin seni. Xo'pmi? Xo'p. Ish bormidi? Menga daraxt kerak, ko'proq bo'lsin, iltimos. Xo'p, bola Tohir aka, kech ham tushib qolibdi. Hammayli uxlab turgach keyin boramiz. Kechirasiz qo'shni. Qo'shni uydan foydalanmaymiz, mayli. Mana. Voy, uzr. La'nati, mening o'z kravatim bor, ammo unda uxlabmaydi. Boshqalarning uyidan uxlamoqchi bo'laman, ammo bu yerda barcha bor, barcha. Aytguncha temirchining uyi. Mana, bemalol mazza qilib uxlasak ham bo'ladi. Baribir temirchi hozir yo'qlar. O'zimda ham kravat bor, ammo u yumshoq emas. Nima bu? Menimcha harbiylarning robotdan yasalgan qandaydir maxluqchasimi nimadir. Hammayli men esa aytdim, mollarni ovlaymiz. Juda ham och qolib ketdim do'stlar. La'nat, endi bu yerda buzish kerak. Qani buziloq qol. Bo'ldi. Hech kim ko'rmadimi? Yo'q. Asta-sekin yuramiz. Do'stlar, yana bitta narsa aytmoqchi edim. Bizning qishlog'imiz yaqiniga mana shu yerlardami harbiylar ko'chib kelishdi va mana bu o'sha harbiylarniki bo'lsa kerak. Salom. Hoy. Menimcha harbiylar uni boshqaryapti. Hammayli. La'nati, daraxt esdan chiqibdi. Hammayli, hozir borib daraxt olib kelamiz. Xo'sh, chopamiz. Menimcha 20 ta yetib qolsa kerak. Oq daraxtdan 10 ta va mana bu qora daraxtdan 10 ta. Olib borsam yetib qolar. Yetmasa yana kelamiz. Xo'sh, mana va mana. Ajoyib. Xo'sh, ana endi bu qora daraxtdan 10 ta olamiz. Xo'p, mayli. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Iltimos sizlardan. Biz tezroq 700 ta bo'lishimiz kerak. Xo'sh, mana endi buni olib borib beramiz. Xo'sh, Tohir aka, shu yerda bo'lsak, Tohir aka. Keldingmi? Siz hali ham shu yerda o'tiribsizmi? Sandiqqa sol. Xo'p, mayli. Sandiqqa solib qo'yamiz. Tohir aka, buning haqqi nima bo'ladi? Kechirasan, ammo hozirchalik men senga pul bera olmayman. Shuning uchun Akmal akaga o't. Uning mendan 5 ta yumurt qarzi bor. O'shandan olishing mumkin. Xo'p, mayli. Eshiklarni yopamiz. Endi Akmal akanikiga o'tamiz. Akmal aka ham kelmabdi. Sandiqlarda hech nima yo'q. Afsus.
Meni tushunda aldab ketishdimi yo mayli. Akmal akaning kelishini kutamiz. Shungarim esa uyimda tinchgina dam olib o'tiraman. Do'stlar, men qo'shni qishloqdan kelyapman. Akmal aka va nihoyat pul berdilar va men non oldim. Va nonni ham yeb bo'la keldim. O'zimizning bozorda hech kim yo'q. Mayli, kech ham tushay kelib qoldi. Tezroq uyimga borib olishim kerak. Xo'p, kiramiz. Juda ham charchyapman. Biroz yotib dam olay. Nima? Soat necha? Sizlar kimsizlar yana? Do'stlar, bular yana kim? Inventarimdagi bu tuxumchalarga e'tibor bermanglar. Mer menga aytuvdi, spayner quramiz deb. Ya'ni moferma. Bular solib qo'yaylikchi. Moferma, ya'ni bu yangi askarlar o'ylab topgan narsa ekan. Ammo bular nima endi? Bular qaziymiz. Ular hamma tarafda bor. Voy. La'nati. Ular urushar ekan. Qochish kerak. La'nati, qilichim sindi. O'zi nimalar bo'lyapti bu yerda, do'stlar? La'nati, qochish kerak tezroq. La'nati, bular yana kim bo'ldi? To'xtanglar. Ular armiya ularni boshqarayotgan bo'lsa-chi? Bilmadim. Bu yer qayerligini bilaman, do'stlar. Armiya biznikiga kelgandan so'ng shu yerga kichkinagina chodir qurishuvdi. Mana biz shu yerdamiz. Lekin bu ko'm-ko'k narsa nima? Odamga o'xshashmaydi. Xo'p, mayli, chiqamiz tashqariga. Bizda 7 ta temir bor. Mayli, ketamiz. Nima? Bu yerda tank bor. Ammo tank bu yerda emasdi, do'stlar. Tanksiz kelishuvdi-ku. Qani? La'nati, onaga o'qmoq narsalar ham yo'q. Bu yer boshqaruv pulti. Pechka. Nima? Axir bu tank yo'q-ku. Sandiq. Ajoyib. Temir blok. Nak 4 ta. Ajoyib. La'nati. Qochish kerak. Yo'q. La'nati, bu yerda bir nima portlabdi. Tezroq qochish kerak, do'stlar. Qochish kerak. O'lib ketish gap emas bu yerda. La'nati, bu yana nimasi? Vertolyot. Axir bu yerga vertolyot kelishuvdi-ku. Mayli, chiqib olamiz. La'nati, och eshikni. Och. Bu yer boshqaruv joyi. Ishlamoqda. Mayli. Men bu yerda men xavfsizman, do'stlar. La'nati, ochil. Axir bu otadigan-da. Mana shu yerdan otishardi. Ammo askarlar katta. Tankning ichida ham yo'q edi hech kim. Nima? Shuncha qilich va kamollar. Ajoyib, hammasini olib olishim kerak. La'nati, bu yerda ocha olmayman. Hali kelajakda ochamiz. Bu yerda ham suyak, sho'rva va ozgina go'sht bor ekan, yaxshi. Bu yerda o'q va porox. Buni ham olib olamiz. Qurol topsak, juda ham ajoyib bo'lardi. Bu yerda axir bular obsidian, eng qattiq blok va
chiroq yonadigan. Do'stlar, bu yerda nimalar bo'lyapti? Men hali ham tushunganim yo'q. Xo'p, mayli. Asta-sekin pastga tushib olamiz va bu yerdan ketish kerak. Nariga qishloqqa qarab. La'nat, bu yer nima bo'ldi? Nima? Bo'pti, tezroq qochish kerak. Nima? Chodirlar. Nima la'nati? Maxluq, nima? Bu maxluqlar nima? Bosh suyak, qon, la'nati. Bu yerda oltin parchasi, go'sht. Tezroq. Bu tarafga o'tamiz. La'nati, bu yerda ham bor. Nima bu? Qandaydir oltin olma topib oldik. Qanaqa axir oltin olma yo'q-ku. Qanaqasiga mavjud bu narsalar? Hammaylar tushunmayapman, hech nimalar bo'lyapti o'zi. La'nati. O'zi bu dunyoga nima bo'ldi? Yashirin. Men shu yerda ertalab bo'lishga qolaman. Do'stlar, shu yerda biroz dam olmasam bo'lmaydi. Do'stlar, sizlar bilan shu yerda men xayrlashib qolaman. Keyingi qismlar uchun albatta bu videoni tagiga 5 ta like bering va kommentariyani portlatib tashlang. Sizlar bilan men Digger Minecraft bo'ldi.